Dünya Uyghur Qurultayı 9 oktyabrdan itibaren Germaniya parlament binosi bilan Germaniya bosh ministerligi binosining o'rtasidagi yo'lda 5 kun davom qiladigan Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni namoyon qilish rasm ko'rgazmasi faoliyatini boshlagan. Şinjan saqchi hujjatlarda oshkorlangan Uyg'ur tutqunlarning suratlari hukumatning bu muhim ikki binosining o'rtasida uzun saf shaklda tizilib, hukumat xodimlari va parlament a'zolarining diqqatini jalb qilgan. Dünya Uyghur Qurultayı rehberleri 13 oktyabr Germaniya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildirish faoliyatlarini boshlab, diqqatni jalb qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniya parlamenti 2021-yil Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirishlarni insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan bo'lsa-mu, ammo uni irqiy qirg'inchilik deb atamagan edi. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkiston xalqini texmi qattiq kontrol qilish, razil maqsadiga yetish uchun tor sohasiga ko'plab mablag' solgan. Xitoyning bu qitim Sharq Turkistonda 30 mingdan ortiq 5G asosiy punkti qurib chiqish qilmishimi, xalqni qattiq kontrol qilishdan boshqa narsa emasligi o'tirg'i qo'yilmoqda. Tangirtaq to'rining 11 oktyabrdagi xabarda bildirilishicha, atalmış Şinjan xabarlashishni boshqarish idorasi bu yil butun rayonda 5G qurilishiga 1 milliard 650 million yuan mablag' selib, 10 mingdan ortiq 5G asosiy punkt qurgan. Xitoyning chet elda atalmış saqchi punkt qurib, boshqa davlatlarning egilik huquqiga daxl taruz qilganligi oshkorlandi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, kishilik huquq tashkiloti qo'g'dug'uchi muhofizatchilar bir parcha tekshirish doklati e'lon qilib, Xitoyning dunyoning har qaysi shaharlarida atalmış 110 chet el saqchi mulozimat markazini ochganligini oshkorlagan. Mazkur atalmış saqchi mulozimat markazining ba'zi kishilarni Xitoyga qaytib, jinoiy javobgarlikka tortilishga majburlash uchun ishlatilgan. Dokladda Xitoyga qaytirilish uchun qo'llanilgan oshqushlik usulining biri atalmış qaytishga qoyil qilish harakatini o'z ichiga oladiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Xitoy nishonlagan kishilarning oila a'zolarini qo'rqitish, parakanda qilish, tuttirish yoki turmaga tashlash orqali ularga besim ishiltib, ularni o'z ixtiyorligi bilan Xitoyga qaytishga qoyil qilish qatorliq razil vositalarni ishga solgan. Taliban davlat iqtisodining taraqqiyotiga to'hfa qo'shish uchun Afg'onistonning shimolidagi Badaxshan o'lkasidan Xitoyga tutishadigan tarixiy Ipak yo'lini asliga keltirishni xohlaydiganligini e'lon qildi. Talibanning bayonotchisi Zabrullah Mujohid poytaxt Kabulda o'tkazilgan rayon aloqasidagi xiris va fursat temasidagi yig'inida so'z qilib, Xitoyning Afg'oniston iqtisodining taraqqiyotida muhim o'ringa ega ekanligini o'tirg'i qo'ydi. Bir kunlik rasmiy ziyorat uchun Liviyaga borgan Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu boshchiligidagi vakillar o'miki Tripoliga joylashgan Milliy ittifoqlik komiteti bilan ko'rishdi. Liviya Tashqi ishlar va xalqaro hamkorlik ministri Nikla Mankosh bilan Tripolda birlashma muxbirlarni kutib olish yig'ini ochgan Çavuşoğlu Turkiya bilan Liviya o'rtasida hidrokarbon sohasida tushunish eslatmasining imzolanganligini e'lon qildi. İki davlat o'rtasida axborotdan energiya hamkorligigacha nurg'un sohada kelishim imzolandi. Gretsiya, Misr va Liviyaning sharqini markaz qilgan parlament bu kelishimga qarshi turdi. Xabar qilinishicha, Shimoliy Koreya Janubiy Koreya havo tavalligiga yaqin joyda 10 urush aeroplanini uchirgandan keyin Sharqi dengizga ballistik boshqariladigan bomba atgan. Shimoliy Koreya bayonotida yaqinqi kunlarda elib borgan boshqariladigan bomba siniqining yo'lliq mudofaa ekanligini o'tirg'i qo'ydi. Shimoliy Koreya yaqinqi 2 hafta ichida 8 boshqariladigan bomba qo'yib bergan bo'lib, 4 oktyabr qo'yib bergan bomba 2017-yildan buyon tunji qitim Yaponiyaning sharq shimolidan o'tib Tinch okeanga tushgan.